Mana omonat topshiryapmiz, yig'ilgan ehson pullarini. Inshaalloh duo qilib turing. Hozir advokat bilan gaplashamiz hamma narsani. Undan keyin sizga hozirgi holatni tushuntiramiz. Duo qilib turing, yig'lamang, xo'pmi? Faqat duo qilib turing. Mana omonatlar topshirdik. Ko'pchilikning haqqiga duoda bo'ling. Endi bu yerga hozir advokat chiqsin, gapini eshitamiz, hammaga aytamiz inshaalloh. Mana cheki 4,5 million won Ulug'bekning nomiga yozilgan. 울룩베키 사건을 맡고 있는 하윤영 변호사입니다. 저는 이 사건이 빨리 진행되도록 지금 노력을 하고 있고요. 만약에 집행유예가 선고된다면 바로 귀국할 수가 있습니다. 근데 혹시라도 실형이 선고된다면 약 1년 정도 형이 예상되는데 형을 복역한 뒤에 우즈베키스탄으로 귀국할 수가 있습니다. Ulug'bek akaning holatida biz hozir sud jarayonini kutyapmiz. Sudda agar yutib chiqadigan bo'lsak deport qilinadi, agar yutqizadigan bo'lsak 1 yildan ortiq qamoqxonada turadi va undan keyingina deport qilinadi. Shu videoda tagidagi like, comment, repostni bosib tashlaylar. Bundan bizga hech qanaqa moddiy manfaat yo'q, faqat bizga yordam bo'ladi bu narsa. Inshaalloh Ulug'bekni onasini bag'riga tezroq olib boraylik, chunki va'da berganmiz. Faqat iltimos sizlardan kommentariyada poddeshkani bosinglar, biz harakatdamiz. Sog' bo'linglar.